Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan kombinatoriga ikkinchi qismini ko'rib chiqamiz. Endi qarang, birinchi qismda biz ko'rdik o'rinlashtirish, qo'shish usuli, ko'paytirish usuli. Endi misollardan ko'rib ketamiz. Demak, sizga tashlagan PDF'dagi misollardan davom etamiz. Masalan, 6-6. Xo'p, qarang, bizga karta bor ekan. Masalan, qanday bitta misol? To'rtta, beshta. Bizda 5 ta karta bor ekan. Xo'p, bu bir raqami bilan, bu ham 1. Bu 2 bilan, bu ham 2 bilan, bu 3 bilan raqam bilan belgilangan ekan, ixtiyoriy. Endi nechta raqam tuzish mumkin deb. Buning uchun nima qilamiz? Birinchisi, endi faktorialta deymiz, ya'ni 5 faktorialga teng. Endi harflarda ko'rgandek, bir xillik harflar nima qilardik? O'ziga bo'lardik. Buning uchun nima qilamiz? Buni ham bo'lamiz. Nechta bir xilligi? 1 dan 2 ta bo'lsa 2 faktorial. Yana 2 faktorial deymiz. Chunki 2 dan 2 ta bor. Buni 2 faktorial ko'paygan 3, 4, 5 deymizda 2 faktorial ko'paytirilgan 2 deymiz. Va 2 faktorial bilan bu ketadi. Bu 4 bilan 2 qisqarsa 2 qoladi. 6 kara 5 bizga necha bo'ladi? Demak 30 ta jami tanlashlar soni. Bizda o'xshash kartalar nechta edi? O'xshash karta 2 ta. Navbatdagisi. Demak, 6 ta olma. Bizga 6 ta olma. 6 ta olma. 4 ta nok. 7 ta anor. Xo'p, bor ekan. U har kun farzandiga bittadan berishi mumkin ekan. Necha kun farzandiga bera oladi? Jami nima qilamiz? Qo'shib chiqamiz. Har kun bittadan bersa, demak 6 kunda 6 ta olma beradi, 4 kunda 4 ta nok beradi, 7 kunda 7 ta anor beradi. Qo'shib chiqsa bizda 17 ta chiqadi. O'n yetti kun. Bu kun. Endi qaraymiz. 17 faktorial deymiz. P teng. Endi qaraymiz. Bir kunda ikkita meva berishi mumkin emas. Ixtiyoriy almashishi mumkin emas. Bizda nechta qoladi? Xo'p, 6 ta olmalik 6 faktorial bo'ladi. 4 ta nok bo'lik 4 faktorial bo'ladi. 7 ta ana bo'lik 7 faktorial bo'ladi. Mana shuni bo'lib hisoblab qo'ysak, bizga jamisi kelib chiqadi. Tushunarli? Ya'ni tanlash usuli orqali biz 17 kun mevani har kun bittadan berishi mumkin, lekin ikkita mevani olmaslik sharti bor bizda. Ikkita meva bir xil bo'lishi mumkin emas. Shu narsani qo'shib qo'ysak yetarli. Bizda kataklar bor ekan. 4 ta, 5 ta. 5 xonali son. Xo'p, 1 3 5 7 9. Takrorlanmasa nechta raqam qo'yish mumkin? Qaraymiz, to'q bo'lish kerak. Bu yerda nechta son turishi mumkin? Takrorlanmasin demaganmizda, bu yerda nechta son kelishi mumkin? 5 ta. Birinchi katakka 5 ta raqam keladi. Ikkinchi katakka 5 ta. Uchinchi katakka ham 5 ta. To'rtinchisiga ham 5 ta, beshinchisiga ham 5 ta. Deb ko'paytiramiz. 5 5 5 jam 5 ta 5. Dan 5. 5'i 5'inchisi. Uch ming bir yuz bizda nimaga teng bo'ladi? 25 ga teng bo'ladi.
Keyingisini ko'ramiz. Telefon stansiyasi bor ekan. U bizda 7 ta raqamdan tashkil topgan ekan. 7 ta raqam. 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Qarang, boshi 316 dan boshlanar ekan. Qolgan turli xil raqamlardan davom etar ekan. Endi qarang. Bunda hech qanday takrorlanmasin demayman. Bemalol 0 dan nechagacha raqam qo'yishimiz mumkin? 9 gacha qo'yishimiz mumkin. Qarang, bu yerga nechta qo'yishimiz mumkin? 10 ta raqam qo'yishimiz mumkin. Bu yerga 10 ta. Bu yerga 10 ta, bu yerga 10 ta. Hammasini ko'paytirib chiqsa nima chiqadi? 10 ta chiqadi. Demak, telefon operatori bizga 10 tasiga murojaat qilishi mumkin. Masalan, 0 dan 9 gacha bo'lgan raqam bo'lsa, 10 tasiga murojaat qilishi mumkin. Demak, qaraymiz. Bu xonada masalan 7 ham kelsin, 6 ham kelsin, 7 masalan 8 ham kelsin, ixtiyoriy. Uni ahamiyati yo'q bizga. Qarang, bizga yana keyingisi misolimiz. Raqamlar berilgan ekan. 3, 4, 5, 6, 0 va hokazo 8 berilgan ekan. Shu sondan deyapti, nechta 3 xonali son tuzish mumkin deyapti. 3 xonali son tuzish mumkin. Bu katakka nechta son kelishi mumkin? Sana 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta son bor o'zi. Oltita son bor o'zi. 6 ta son bor. Birinchi raqam bizda nima bo'lishi mumkin emas? 0 bo'lishi mumkin emas. Nechta tanlaymiz? 5 ta. Keyingi xonaga biz nechta tanlaymiz? Masalan, oxir keyingisi 0 bo'lishi mumkin. Keyingisiga 5 ta. Keyingisiga 4 ta. Ko'paytirib chiqsak biza 100 ta raqam hosil bo'ladi. Qaraymiz. Keyingisi 6, 2, 4, 7 va 9 sonlari bor. Nechta? 3, 4, masalan 5 xonali son tuzilgan. U sonlardan nechtasi deyapti? 4 ga bo'linadi. 4 ga bo'linadi deyapti. 4 ga bo'linishi uchun oxirgi raqamni bo'lish kerak. 24 ga 6 ga 4 ga bo'linishi kerak. Oxirgi raqam. Bu yerda 6 bo'lishi mumkinmi? Qarang, ikkinchi xonani son tanlaymiz. Bu xonaga necha tanlashimiz mumkin? Faqatgina 2 ni tanlashimiz. 2 ga bo'lingan son tanlashimiz mumkin. Böyle 2 tanlashimiz mumkin. Yana bizda necha variant qoldi? Bitta variant qoldi. Masalan, qaraymiz. 4 kelsa nima bo'lib qolar bizda? Xo'p, masalan 6 ni olib keldik, masalan 4 ni olib kelishimiz mumkin. 2 ta kelib qoldi, mumkin bo'lmay qoladi bizga.